Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, shol hosili qanday yig'ib olinadi? Shol o'simliklari oltinlarga kirganda dehqonlar uni o'roq bilan o'rib olishadi. Katta xo'jaliklarda esa bu ishni kombaynlar bajaradi. Ular bir vaqtning o'zida sholni kesadi, donni ajratadi va tozalaydi. Bu usul tez va samarali hisoblanadi. O'rib olingan shol poyalari donni ajratish uchun uriladi yoki bosiladi. Ammo yangi ajratilgan shol donlarida hali namlik saqlanadi. Bu esa mog'or tushishi yoki yomonlashish xavfini oshiradi. Shuning uchun dehqonlar donni quyoshda yoyib quritishadi. Quritilgandan so'ng sholi maxsus uskuna orqali tozalanadi. Bu bosqichda chang, poyacha va po'stloqlar ajratiladi. So'ngra sifatni yo'qotmaslik uchun tozalangan sholi salqin va quruq joyda saqlanadi. Keyin tegirmonda tashqi po'stloq olinadi va oq yoki jigarrang guruch holida iste'molga tayyorlanadi. Oxirida esa guruch qadoqlanadi, bozorga yetkaziladi va saqlab qo'yiladi. Miqdori 27 so'mdan bo'lgan ertapishar 120 kunlik lazer shol urug'i sotiladi. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.